Sizda o'rtacha $200 pulingiz bor va o'ylanib turibsiz. iPhone 11 sotib olsammikan yo iPhone 12 mini sotib olsammikan? Chunki ikkalasini ham narxi bir xil. Aslo o'ylanmang va bu videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom. Bu Texno YouTuber. Bugun sizlar bilan iPhone 11 va iPhone 12 minilarni obzorini ko'rib chiqamiz. Va bu smartfonlarni 2025-yilda sotib olishga arziydimi yo yo'qmi? Shu savolga ham javob berib o'tib ketaman. Bundan oldin esa videoga bitta like va bitta podpiskani bosib ketishni unutmang. Smartfonlarimizning texnik xususiyatlariga o'tadigan bo'lsak, iPhone 11 va iPhone 12 mini oralig'ida 1 yil farq bor. Ya'ni iPhone 11 2019-yil chiqarilgan, iPhone 12 mini esa 2020-yil chiqarilgan. Mana shu 1 yil oralig'ida nima farqlar bor desangiz, iPhone 11 A13 Bionic protsessor juda ham omadli o'sha paytdagi eng zo'r protsessorlarda chiqarilgan. 1 yil o'tib A14 Bionic protsessorni iPhone 12 miniga o'rnatib qo'yishdi. Nima farqi bor bu protsessorlar desangiz, iPhone 11da 8 yadroli protsessor edi, iPhone 12 mini esa 16 yadroli protsessor qo'yilgan edi. Mana shunaqa farqlar bor. Kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, kamerasida unaqa deyarli farqi yo'q. Oldi va orqasi va ultra keng burchakli 0.5 kameralar ham hammasi 12 megapikselda 4K formatda video syomka qilib beradi sizga. Lekin 12 minida bitta ustunlik tarafi, ya'ni night mode, ya'ni tungi rejim funksiyasi bor edi. Bu oldi kamerasiga o'rnatilgan edi. iPhone 11da esa bu funksiya yo'q. iPhone 11da dizayni o'sha biz 6, 7, 8 larda o'rganib qolgan qayrilgan dizayn bilan chiqqan. Ya'ni mana bunaqa dizaynda. Qo'lingizga juda ham udobni, ya'ni qulay o'rnashadi. iPhone 12 mini esa yangi pokoleniya dizaynini boshlab bersak ham bo'ladi. Ya'ni qirrali o'sha eski biza 5S dagi korpusdagi dizaynlarni yana qaytarib berdi bizga. Va bu sal svejroq, yangiroq dizayn hisoblanadi. Lekin qo'lingizga sal noqulayroq turadi, ya'ni qirraliligi hisobiga. iPhone 11da 6.1 dyuymli IPS LCD displey qo'yilgan va maksimal yorug'ligi 625 nitgacha chiqadi. Bu nima desangiz, siz quyoshdagida telefoningizni ishlatib turganingizda telefonda nima bo'layotganligini, agar siz smartfoningizni neti, ya'ni yorug'ligi sal yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bo'lmasa pastroq bo'lsa ko'ra olmaysiz. Mana shu farqi. iPhone 12 mini esa 5.4 dyuymli OLED displey qo'yishgan. Bu juda ham kichkina degani. Misol uchun, bundan oldingi 5.8 dyuymli iPhone X va iPhone 11 Pro modellari bor edi. O'shalar kichkina bo'lganligi hisobi uchun ham 6.1 dyuymli qilib keyingi pokoleniyalarni o'zgartirishdi. Ya'ni 12 Pro, 13 Prolarni 6.1 dyuymda qilib chiqarishdi. U 11 Pro dagidek 5.8 dyuymda emas. Bu iPhone 12 mini esa undan ham kichkina, ya'ni 5.4 dyuymda qilib chiqarilgan. Va uni ham yorug'ligi 625 nit, lekin HDR formatdagi videolarda 1200 nit yorug'likgacha chiqa oladi degan Apple o'zini saytida. Lekin men o'zim 12 mini ishlatib ko'rganman. Batareyka sig'imi kichkina bo'lganligi uchun tez qizib ketardi va unaqa yorug'likka chiqqanini hali ko'rmaganman. Shunaqa gaplar. iPhone 11da 4 GB RAM qo'yilgan, ya'ni tezkor xotira. iPhone 12 minida ham 4 GB RAM tezkor xotira qo'yilgan. Doimiy xotiralar 128, 256, 64 GB versiyalarini siz bozordan bemalol topishingiz mumkin. Lekin 64 GB lik hozirgi kunda eskirdi. Lekin agar siz syomka bilan shug'ullanmasangiz yoki mana shunaqa rasm, videolar ko'p olmasangiz, sizga 64 GB versiyasi ham bemalol yetib ortadi. Chunki bilasizki, 4K formatda iPhone da syomka qiladigan bo'lsangiz, videolaringiz gigabayti juda ham katta bo'lib ketadi. iPhonening xotirasi tez to'lib qolishiga olib keladi. iPhone 11da 3110 mAh batareyka soat qo'yilgan. iPhone 12 minida batareyka, ya'ni korpus kichkinalik hisobiga 2227 mAh batareyka soat qo'yilgan. Bu juda ham kam degani. Va boya aytib o'tganimdek, mana shu 1 yillik farqi bor. 2019-yil va 2020-yilda chiqqan. Va mana shu oralig'ida nima farqlar bo'ldi desangiz, 4 ta farqi bo'ldi. Ya'ni 1 yil o'tib Apple bizga yangicha to'rtburchak dizaynni bizga, ya'ni qirrali dizayn taqdim qildi. Ikkinchisi MagSafe texnologiyasi, uchinchisi 5G texnologiyasi, to'rtinchisi esa o'sha budjetli versiyalarda ham endi OLED displey bilan chiqarishni boshladi Apple o'sha payti. Smartfonlarimizning plus va minus tomonlariga to'xtaladigan bo'lsak, iPhone 11 ning plus tomoni bu katta displey, ya'ni 6.1 dyuymli displey va ekran diagonali katta bo'lganligi uchun ham ikkinchi plus tomoni bu batareyka, ya'ni kattaroq batareyka o'rnatilgan.
Ya'ni iPhone 12 miniga nisbatan ancha ko'proqqa yetib beradi. 1-2 soat ham sizga ancha katta rol o'ynab qo'yadi. iPhone 11 da minusi esa albatta bu IPS displey. Ya'ni LCD displey bu eski texnologiya, ya'ni OLED displaydagidek sizga kechasi qorong'u ranglarni yaxshi yetkazib bera olmaydi. Ya'ni seriroq shunaqa qilib yetkazib beradi. Lekin ko'zingiz bemalol o'rganib ketadi. Unaqa katta farqiga bormaysiz agar ishlatib yurgan bo'lsangiz iPhone 11 da. iPhone 12 mini plyuslariga o'tadigan bo'lsak, 5G texnologiyasi, MagSafe texnologiyasi, OLED displey qo'yilgan va yangicha dizayn bizga taqdim qilishgan. Minuslari esa bu bitta minusi bu batareykasi. Chunki batareyka sig'imi juda kichkina, lekin buni bitta yo'lni topish mumkin. Ya'ni siz power bank o'zingiz bilan ko'tarib yurishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni bunaqa emas, MagSafe power bank olsangiz yana ham udobniyroq bo'ladi. Ya'ni siz smartfonning MagSafe texnologiyasidan ham foydalangan hisoblanasiz. Keyin aytishingiz mumkin, iPhone 11 da nimaga MagSafe 5G texnologiyalarini minus qilib aytib o'tib ketmadingiz siz? iPhone 11 smartfonda siz chexol sotib olsangiz, ya'ni MagSafe chexollar chiqib ketgan iPhone 11 ga, o'sha MagSafe'ning o'rnini bemalol bosadi. U MagSafe texnologiyasi bo'lishi shart emas. 5G ga to'xtaladigan bo'lsak, hozirda ko'pchilik 4G ishlatadi. Hozir 4G 5G dan ancha yaxshiroq desa ham bo'ladi. 5G antennalar hali ko'p joylarga o'rnatilmagan. Va kamdan kam joylarda siz 5G ishlatishingiz mumkin. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Xulosa, agar siz kattaroq displeyli va batareykasi uzoqroq yetadigan smartfon xohlayotgan bo'lsangiz, iPhone 11 sotib olishingizni maslahat beraman. Agar siz qulayroq, yangi dizayn va bitta yangi texnologiyalar qo'shilgan smartfon xohlayotgan bo'lsangiz, iPhone 12 mini ni olishingizni maslahat beraman. Chunki juda ham kichkina va qo'lga udobni, ya'ni qulay turadi. Lekin o'zimni tanlovim bu iPhone 11. Nimaga unaqa deyotganligim sababi, siz montaj, syomka, shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, iPhone 11 da olishingizni maslahat beraman. Chunki batareyka bu albatta eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Va ekran diagonali ham eng muhim omillardan hisoblanadi. Siz montaj qilaman desangiz, yo o'yin o'ynayman desangiz ham ekran kattaroq bo'lishi kerak. Agar siz iPhone 12 mini sotib oladigan bo'lsangiz, shunchalik kuchli protsessor, ya'ni A10 Bionic protsessor, siz mana shu kuchli protsessorda bor kuchini ishlatmoqchi bo'lsangiz, ishlata olmaysiz, chunki ekran kichkinalik qiladi. O'yinlar o'ynashga qiynalasiz. Faqat siz oddiy foydalanuvchi sifatida ishlatib yurishingizga to'g'ri keladi. Bu texno tahlil edi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring do'stlar.